Hind kinosi tarixida shunday sevgi qissalari borki, ular filmlardagi sevgi kabi afsonaviy bo'lib qoladi. Bular orasida eng sirli va ko'plab gap-so'zlarga sabab bo'lganlaridan biri Amitabh Bachchan va Rekha o'rtasidagi munosabatdir. Bu munosabat hech qachon rasman tan olinmagan, hech qachon to'liq inkor ham etilmagan. Ammo aktyorlarning nigohlari, ekrandagi kimyosi va bir-biriga nisbatan aytgan gaplaridan muhabbat uchqun sochayotgani sezilib turardi. Rekha va Amitabh birinchi marta 1976-yilda suratga olingan Do Anjane filmida birgalikda ishladi. U paytda Amitabh turmush qurgan Jay Bhaduri bilan baxtli yashayotgan edi. Rekha esa hali 20 yosh atrofida yangi yulduz sifatida e'tiborni torta boshlagan edi. Suratga olish maydonchasida ularning o'rtasida ko'zga tashlanadigan yaqinlik paydo bo'ldi. Film muvaffaqiyatli chiqdi, ammo filmdan ham ko'ra ularning munosabatlari ko'proq e'tiborni tortdi. 1977-1981 yillar orasida Rekha va Amitabh bir nechta filmda, xususan Muqaddar ka Sikandar, Mr. Natvarlalda birga rol o'ynashdi. Silsila ayniqsa e'tiborga molik. Bu davrda Hind kinosiga bag'ishlangan jurnallarda ularning ishqiy munosabatlari haqida yoza boshlashdi. Ammo Amitabh hech qachon bu borada ommaviy bayonot bermadi. Rekha esa bir necha bor chalg'ituvchi intervyular berish bilan cheklandi. U 1978-yilda Stardust jurnali bilan suhbatda shunday degan: "Men yolg'izman, lekin muhabbatim bor va men buning uchun minnatdorman." Ko'plab jurnalistlar ana shu muhabbat so'zini Amitabhga nisbat berishdi. Shuningdek, Rekha bir necha marta Amitabhning oilasi bilan bog'liq nozik savollarga javob berishni istamadi. 1981-yilda chiqqan Silsila filmi kinotarixdagi eng real sevgi uchburchagini tasvirladi. Amitabh Bachchan o'rtada qolgan erkak bo'ldi. Jay Bachchan uning rafiqasi, Rekha esa sobiq yoki maxfiy sevgilisi. Filmda ular asl hayotdagi rollarini o'ynagandek tuyuladi tomoshabinga. Bu filmdan so'ng Amitabh va Rekha hech qachon qaytib birga ishlashmadi. Silsila ularning birgalikdagi oxirgi filmi bo'lib qoldi. 2016-yilda jurnalist Yasir Usmon yozgan Rekha The Untold Story kitobi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Kitobda Rekha va Amitabh o'rtasidagi noaniq ammo chuqur his-tuyg'ular ochib beriladi. Muallif o'z manbalariga tayanib shunday yozadi: Rekha Amitabhni chin dildan sevgan. U esa bu muhabbatni e'tirof etolmagan. Oilasi, jamiyat, mas'uliyat bular sevgi yo'lida to'siq bo'ldi. Kitobda muallif Rekhaning ba'zi intervyularida u Amitabh hayotimdagi yagona haqiqiy sevgi deb aytganini eslatadi. Yillar o'tib har bir aktyor o'z yo'lidan ketdi. Amitabh oilaviy hayotini davom ettirdi. Rekha esa rasmiy turmush qurmadi. U turmushga chiqqan bo'lsa-da, turmushi juda tez tugagan. 2000-yillarda Rekha ko'plab tadbirlarda Amitabh ishtirok etayotgan joylarga bormaslikka harakat qildi. Ba'zan ular bir joyda bo'lsa-da, ko'rishmasliklari, suhbatlashmasliklari sezilar edi. Ammo IFA 2012 mukofotlarini topshirish marosimida ular ko'p yillardan so'ng bir joyda ko'rinish berishdi. Rekhaning ko'zlarida tushunarsiz ma'no bordek edi. Amitabh esa o'ziga xos sovuqqonlikni saqlab turardi. Rekha va Amitabh Bachchan o'rtasidagi munosabat hech qachon ochiq e'lon qilinmagan bo'lsa-da, u Hind kinosining shov-shuvli sevgi qissalaridan biri sifatida esda qolgan. Bu munosabat haligacha ularning muxlislarini qiziqtiradi. Ular hech qachon sevishganliklarini tan olishmagan, lekin tomoshabinlar ularning nigohida sevgi uchqunlarini payqashgan. Balki shunday tuyulgandir.